Mana biz bugun konferensiyadamiz. Figo konferensiyasini avvalambor tashkilotchilarga kattakon rahmat, chunki bu konferensiyaning ochilish marosimi qanaqa chiroyli bo'ldi. Hattoki mana bu chiroyli buni olib borayotgan ayollar ham akushер ginekolog, ikkalovi ham o'zining davlatida taniqli akushер ginekolog va ular nafaqat chiroyli prezentyor, balki har kungi faoliyati bemorlarni davolaydigan mutaxassislar. Barcha mutaxassislar juda chiroyli gapirishdi, lekin eng chiroyli topikni shu Figo konferensiyasining prezidenti aynan davlatlararo ayollarning salomatligiga e'tiborimizni zo'r bo'lishini va e'tiborimizni zo'r qaratishimizni hammamiz birga o'sha onalar salomatligi, ayollar salomatligiga bor bilimimizni birlashtirib ko'rsak, onalar o'limi kamayishi, bolalar o'limi tug'ruqda kamayishi va homilalar sog'lom tug'ilishini aytib o'tdilar. Bitta maqsadimiz ayollarimiz sog'lom homilaga ega bo'lsin va homiladorlik davrida sog'lom onalik baxtiga erishsin. Buni yordam berish bosqichida biz mana shunaqa uzoq davlatlarning konferensiyasiga borib yangi bilimlarni olib kelyapmiz. Выставkalarda ham qatnashdik. Выставkani aylanib o'tayotganimda mana bu ko'zim implanon degan nimaga tushdi. Ayollarimiz bir xil payt men saqlana olmayman, spiral tushib qolaveradi, spiral qonatadi, mazam bo'lmaydi, tabletka icha olmayman deyshadi. Mana nima qilsam ekan, qanaqa ayollarga yordam bersam ekan deb, mana hozir aynan implanon qo'lga o'rnatiladigan tizim bilan tanishdim. O'zbekistonga olib kelishim niyatim bor va buni qo'llash xohishim ham bor. Ayollar, mana sizlar uchun vaqtimni, bilimimni ayamasdan yana bitta yangilik bilan qaytib kelyapman. Implanonni qo'yish borasida men bitta ko'rganda bitta bajarib berganimga hattoki uni prezentatsiya qilayotgan odam ham xursand bo'ldilar, aytdilarki, tajribangiz balandligi bilinib qoldi. Orqamda turgan mutaxassislar hammasi bittada emas, balki 3 ta 4 ta urinishda qo'yib berishdi. Bittada qo'yib berdim va olishini ham xotirib berdim. Bu kontratsepsiya vositalari 3 yilga qo'yiladi. Ayolga hech qanaqa zarar bermaydi. Terini tagida joylashgan, qo'lida joylashgan shu kontratsepsiya vositasi bo'ladi. Undan tashqari mana zo'r gistroskoplarni ko'rdim. Yumshoqqina ichiga instrumentni temir qirg'azmaydi degan ayollarimiz uchun mana shunaqa bir marta ishlatiladigan gistroskoplar ham bor ekan. Bularni ham o'rganib chiqdim. Ofitsial distributor O'zbekistonda bormi desam, siz bo'la qoling ofitsial distributor deb borishdi va shunga qarab men ham o'rganib chiqdim. Xudo xolasa ko'pgina konferensiyalarimiz oldimizda, lekin har bitta konferensiyada yangiliklar olib kelamiz.